Yaxshi obunachilarim. Bugun biz peshanbalik. Shunda kuyib oldik biza. Mana o'tiribdi. Ko'rasizlar. Xullas, sizlarga kechagi voqeani aytib bermoqchiman. Kecha biza pastga o'tirdik. Men prezident maktabiga qachon kerak edi o'zi. Shunga prezident maktabiga kirishim uchun testdan o'tishim kerak to'g'rimi? Registratsiya bo'lishim kerak. Shu registratsiya qilish uchun ketib pastga. Bitta tom kelib qoldim. Tomga o'tgangan. Men filmda o'tirdim. Hurmat Sofetka qani dedi. Bilmasam dedim. Demadi. Keyin bir pasdan keyin tomga o'tgangan. Ukam aytdi. Tomga o'tdi dedi. Keyin aytdim-da. Ayting tomga ketib qolmasin dedim. Keyin qaysi tom endi dedi. Qaysi tomni dedim-da. Olimjon tom dedim. Shunga nima qoldirib ketdi. Ertaga oxirgi kun registratsiyadan o'tish uchun shunda o'tishim kerak. Uzr so'rashim kerak. Shu necha marta uzr so'radim kecha. Shunda kuldi onam xafa qilgan tushundim. Ayrimga jazo ololmadim deb o'ylayman. Kuldi onam kundan olish azobdir, azob. Xullas, onalarga gap qaytarmasdan, jerikmasdan qilinglar, obunachilarim. Menga video yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishinglar. Esinglardan chiqmasin. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga ruxsat beradimi, yo'qmi?